Bugun men butun O'zbekistondagi qulupnoychilarni Qulupnoy ko'chat challenge'iga chorlayman. Bu challenge'da bitta savolga javob topamiz. 2 soatda kim ko'p sifatli qulupnoy ko'chat qila oladi? Buni qoidasi juda ham oddiy. Mana shunday 48 talik kasetaga tanoblarni bostirish usuli bilan nechta ko'chat olinadi. Mana shu video boshidan qo'yiladi, oxirigacha uzluksiz olinadi. Maqsad bu yerda kimdir yutqazish emas, O'zbekistondagi barcha qulupnoy bilan shug'ullanadigan mehnatkash, mohir akalarni tanitish. Qulupnoy ko'chati challenge rasman ertaga boshlanadi. Bu videoni qulupnoy bilan shug'ullanadigan do'stlaringlarga yoki qulupnoy bilan shug'ullanadigan ko'chatchilar akalarga tashlab qo'yinglar va challenge ga taklif qilinglar. Rahmat, sog' bo'linglar.